Videoni sahifasida ko'rganinglarda assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan hozir suv kabi bo'l degan matnni asl egasi Bruce Lee'ning qabriga kelganmiz aziz vatandoshlar. Sizlar uchun обязательно men qiziqarli bir kontent olishga harakat qildim. YouTube'ga iloji boricha hozirdan like, podpiska va obuna bo'lib qo'ysanglar, men sizlardan juda minnatdor bo'lgan bo'lardim, chunki bu bizning kanalimizning rivojiga juda katta hissasini qo'shgan bo'lardi. Xo'sh, men sizlarga bugun aytib beradigan narsalarim ozgina Bruce Lee haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman aziz vatandoshlar. Bruce Lee'ning qabri orqamda turibdi, ko'rishinglar mumkin, o'g'li bilan birgalikda. Xo'sh, Bruce Lee haqida ma'lumot. Qabri joylashgan joydan boshladim. Washington, Seattle'da joylashgan, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida. Amerikada bu o'zi ham tug'ilib o'sgan, bilsanglar agar, bilmaganlar uchun San Fransiskoda 1940-yil 27-noyabrda tavallud topgan ekan. Hamda bunga juda bir qiziq fakt ko'rib qoldim mana shu yerda o'zida. Faktni zo'ri shundan iboratki, noyabrda 1940-yil tug'ilgan, endi bu umr davomida 32 yil umr ko'rgan ekan. Yonida ko'rsanglar, o'g'li ham xuddi shuncha, o'zini radnoy o'g'li ham xuddi shuncha umr ko'rgan ekan. 32 yil. Tasavvur qilsanglar, aziz vatandoshlar, bu juda bir qiziqarli ma'lumot deb o'ylayman. Xo'sh, endi men sizlarga buni chiroyli qilib ko'rsatib berishga harakat qilaman. O'zi qabrda chiroyli qilib ko'rsatishni bilmayman to'g'risi, lekin men sizlar uchun qiziqarli bo'lishi uchun o'ylayman. Mana bu yerda juda bir kinoshniy atmosfera ham bor aziz vatandoshlar, ko'rishinglar mumkin. Orqada tog'lar, qushlar, uylar, okeanning suvi, barchasi ajoyib. Endi xo'sh aziz vatandoshlar, men ozgina yana ma'lumot aytib bermoqchiman, chunki videomiz juda qisqa bo'lib qolyapti YouTube'ga, chunki ozgina ko'proq bo'lsa yaxshi. Xo'sh, nimalar bilaman men? To'g'risi, Bruce Lee o'z hayoti davomida biz hozirda MMA deb, UFC deb bilgan jang san'atini, ya'ni jangda o'sha sportni rivojiga основной hissa qo'shgan, ya'ni juda bir katta hissasini qo'shgan odamlardan ekan. Chunki Bruce Lee'ning o'zi MMA'ni takomillashtirib, rivojlantirishga o'z hissasini qo'shgan inson. Xo'sh, uni mashhur filmlari 1971-yilda Big Boss degan kinosini ko'rgan bo'lsanglar, o'sha kinoda bu endi o'zini mashhur qilgan kinolari, ya'ni o'zini bosh rollarda o'ynagan kinolar desak ham bo'ladi. Ikkinchi kinosi 1972-yilda Fist of Fury kinosida qatnashgan ekan vatandoshlar. Way of the Dragon 1972-yil bu filmda Chuck Norris bilan urushgan ekan vatandoshlar. Xo'sh, Enter the Dragon degan filmi, u kino 1973-yil olingan, hamda u kino o'sha yilda shunaqangi mashhurlikka erishganki, uni juda ko'pchilik odamlar ko'rib, Bruce Lee'ni, uzr vatandoshlar, Bruce Lee'ni juda ham mashhur bo'lishiga sabab bo'lgan film ekan, chunki butun dunyo bo'yicha birdaniga shu bitta kinoni o'zi mashhur qilib olgan ekan. Endi yana bilmayman, YouTube'da har xil videolar qo'yganman, ko'rsanglar bo'ladi, yoki Instagram sahifamizga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Har xil reperlarni yo'limiz tushganda, nima deydi, anusiga borganmiz, qabriga borganmiz. To'g'risi, buni ham hozir olishga sal odam uyalyapti, chunki bizning dinimizga to'g'ri kelmaydi. Lekin Bruce Lee'ning o'zini ishini, hayotida odamlarga bergan sabog'i, tarbiyasi, manfaati bu bizga qanaqadir ma'noda saboq bo'la oladi. O'shaning uchun sizlarga qiziq bo'lishi uchun o'ylayman vatandoshlar. Qani xo'sh. Men yana o'limi, vafoti haqida juda ko'p mish-mishlar yurar ekan vatandoshlar. Buni asl sababi 1973-yil 20-iyul. Tasavvur qilasizlarmi? Eng mashhur bo'lgan vaqtida vafot etgan ekanda. Menimcha bunda bir gap bor, hozir aytib beraman. 20-iyul kuni Gangkokda, ya'ni o'zi o'sayotgan shaharda kutilmaganda vafot etdi. Rasman sabab esa u dorini ko'p iste'mol qilgan deyishgan ekan. Boshi shishgan, ya'ni ishib ketgan. O'shaning hisobiga allergiya reaksiya berib, u inson bu dunyoda ko'z yumgan ekan. Lekin juda ko'p manbalarga kelganda 1973-yil masalaga o'zi aytib o'tganimdek eng cho'qqiga chiqqan vaqti bo'lgan. O'shaning hisobiga ko'pchilik insonlar buni ko'ra olmagan. Ko'ra olmagan insonlarni zo'r boy puldor odamlarning qo'lida boshqa xo'rlanib, ko'pchilik bunga nima deydi, qotil yo'llagan ham deb internetda ham nechta odamlar men kommentariyasini o'qib chiqdim vatandoshlar. Hozir mana 5 minut gapiribman sizlar uchun vatandoshlar. Bitta like da ayamasdan qo'yib qo'yasizlar, xudo xohlasa
biz sizlarga manfaatli yaxshiroq videolardan qo'yib borishga harakat qilamiz. Rahmat. Sizlar bilan Azizjon Ikromov bo'ldi. Namangan viloyati Chust tumanidan sog' bo'lasizlar.